Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, azizlar. Yaxshimisizlar? Sihat salomatmisizlar? Sizlar bilan doktor Sherali. Bugun uyqusiz bemorlarga bir murojaatnoma qilaman. Uyqusizlik haqida gapiraman. Uyqusiz bemorlar bormi? Ha, bor. Uyqusiz bemorlar yetarlichami? Ha, yetarlicha. Lekin ularga yordam bera oladigan mutaxassislar yetarlimi? Yo'q, yetarsiz hisoblanadi. Endi nima uchun yetarsiz? Sababi do'stlar, bizni shu meditsinamizda doriga periotsenka bor. Ya'ni dorini o'rnini uyquni yaxshilashda yuqori baholash bor. Insonni o'zini dunyoqarashini tuzalishdagi o'rniga nisbatan nedootsenka bor. Ya'ni yetarli baho berilmaydi. Xulosa shuki, doriga haddan ziyoda ko'proq ishonish o'zini dunyoqarashini, o'zini fikrlashni, yashash tarzini tuzalishni o'rnida umuman yetarsiz deb o'ylaydilar bemorlar. Uyqusizlikning sabablari bor azizlar. Uyqusizlik o'tkir uyqusizlik bo'ladi. Surunkali uyqusizlik bo'ladi. O'tkir uyqusizlik bir necha oy davomida sizni bezovta qilib kelayotgan uyqusizlikdir. Surunkalichi, surunkali endi eskirib ketgan, murakkablashgan, miyaga o'tirib qolgan, yashash tarzingizga kirib ta'sir qilib ketadigan darajada sizni qiynayotgan surunkali uyqusizlikdir. Endi qarang. Dori-giyohlar. Eng avvalo dori-giyohlarni nima uchun ichasiz? Dori-giyohlarni ichasiz. Buning natijasida bu miyaga ta'sir qiladi. Bir xona turibdi, xonani tasavvur qiling. Xonaning 4 ta lampochkasi bor. 4 ta lampochkada ham xona butunlay qorong'ilashadi. 4 ta lampochkani o'chirsa. Endi bitta lampochkadachi, bir dona lampochkada nur kamayadi. Xona xiralashadi, lekin butunlay o'chmaydi. 4 ta lampochka o'chirilganda esa o'chadi. Endi bu dorilar shu miyani faoliyatini ma'lum bir darajada o'chirishi hisobiga sizni uyqungizni yaxshilaydi. Dorilar turi ko'p. Sedativnilar bor. Antidepressantlar bor. Anksiolitiklar bor. Neyroleptiklar bor. Shunday holatlar bo'ladiki, uyqusiz bemorlar, uzr endi bu gapni sizlar yaxshi tushunishlaring uchun aytyapman bu so'zni. Jinnilar ichadigan dorini ichib yurishadi. Dorilarni ichib yurishadi. Sikladol bu nima degan gap? Sikladol eng og'ir Parkinson kasalligida ishlatiladigan dori. Galoperidol bu nima degan gap? Eng og'ir dorilardan. Azaleptol bu ham og'ir dori. Endi azizlar, uyqusizlikning asosiy sabablari nevroz va depressiya yoki siqilish natijasida paydo bo'ladigan. Ya'ni depressiya bo'lib turib, keyin uyqusizlik paydo bo'lishi mumkin. Yoki nevroz bilan qiynalib asorat sifatida uyqusizlik paydo bo'ladi. Yoki qandaydir bir problema bo'ldi, distress bo'ldi, ruhiy zo'riqish bo'ldi, buning natijasida uyqusizlik paydo bo'ldi. Bu uyqusizlikning asosiy sababidir. Undan tashqari uyqusizlikning boshqa sabablari bor. Bezovta oyoqlar sindromi bor, buni o'ziga yarasha shikoyatlari bor. Uyqusizlikdan tashqari shu boldirning pastki qismida ham shikoyatlar bo'ladi. Undan keyin smena часовых поясов bor. Bu endi uxlash rejimini o'ta buzilib ketishi yashash rejimini buzilib ketishi natijasida paydo bo'ladi. Sindrom obstruktivniy apnoe sina bor. Bu endi yana отдельно sababi uyqusizlikni. Endi
surunkali uyqusizlikni taxminan 65-70% bu surunkali bo'lib qolgan, refleks bo'lib qolgan uyqusizlik hisoblanadi. Bunday holatda tanada qo'pol kasallik yo'q. Bemor mutaxassis bilan offline bo'lsin, ya'ni yuzma-yuz yoki onlayn bo'lsin, ishlay oladi. Qaysi mutaxassis bilan bo'lsa ham mayli, bemalol ishlayvering. Dori haqida gapirdim. Dori miya faoliyatini o'chiradi. Lekin sizchi? Siz agar yashash tarzingizni tuzatib, fikrlashingizni yaxshilab, jismoniy harakatni ko'paytirib, ba'zi uyqusizlikka xalaqit beradigan mahsulotlarni cheklab, rejimni to'g'rilab uxlashga o'tsangizchi? Bunda siz haqiqatdan ushbu kasallikdan tuzalish jarayoniga qadam qo'ygan bo'lasiz. Bu tabiiy tuzalish deyiladi. Xohlasangiz mana buni, xohlasangiz boshqa inson bilan ishlang. Lekin oson yo'lidan dori-darmon bilan chegaralanmang. Bugun u yoki bu dori yordam berishi mumkin, lekin o'zingizni o'zgartirmasangiz kelajakda yana shu uyqusizlik tuzog'iga tushasiz. Endi u vaqtda esa hozir yoki qachondir foyda bergan dorilar sizga foyda bermasligi mumkin. Dorilar soni, dorilar ichavergan sari uni dozasini oshirishingizga to'g'ri keladi. Chunki miya o'rganib boraveradi. Turli xil choylar, turli xil dorilar yo'q. Siz eng katta marrani ko'zlang. Eng katta marra bu haqiqiy tuzalish azizlar. Hammangizga sog'lik, salomatlik, ishlaringizda xayr, foydani tilab qolaman. Telegram, WhatsApp nomerlarini qoldiraman. Murojaat uchun yozishlang mumkin. O'zbekistonga borgan vaqtimda sanasini, chislosini kelishib konsultatsiya qilsak bo'ladi. Xohlasangiz onlayn konsultatsiya qiling. Ba'zi bir insonlarga agar ushbu uyqusizlik, nevroz yoki depressiya bilan, siqilish, yashash tarzini xato bo'lishi bilan birga kechadigan bo'lsa, ushbu holatlarda kurs taklif qilaman. Turli xil videolarni xarid qilishlari mumkin bo'ladi. Faqat bir narsani unutmang. Agarda siz yashash tarzingizni to'g'rilamas ekansiz, doktor o'zini shu sohani biladigan odamni tavsiyalariga zo'r amal qilmas ekansiz, rasxod qilishga tayyor bo'lgan rasxodingizni, chiqimingizni bir necha barobar ko'paytirsangiz ham natija zo'r bo'lmaydi. So'zimni Abu Ali ibn Sinoni bir gapi bilan yakunlayman. Doktor bir tarafdir. Kasallik bir tarafdir. Bemor kasallikni tanlasa tuzalmaydi. Doktorni tanlasa tuzaladi degan. Ma'nosi azizlar, sodda til bilan tushuntirmoqchi bo'lsam, sizni yuzingiz qayga qarab turibdi? Tuzalish haqiqatdan doktor tarafga qarab turibdimi? Ya'ni tuzalish uchun qalbingizdan ishonch yoki hech bo'lmasa doktor tavsiyalariga amal qilish uchun shijoat bormi? Yoki sizni yuzingiz kasallikka buralib qolganmi? O'zingizga savol bering. Tahlil qiling. Kerak bo'lsa ushbu nomer, video ostiga nomerlar qoldiraman. Murojaat qilasiz. Sog' salomat bo'linglar.